hali u bolalar chimildiq ko'rmagan, hali u bolalar xotin ko'rmagan. Yosh bolalar. O'lish hech narsa emas ekan aka. Inson zoti bitta o'q bilan kifoyalanar ekan. Bizni bolalardan juda ko'pchilik o'lib ketdi. Shu Rossiya uchun urushdi. Men nima qildim? Men qilganim, men o'zim ozodligim uchun urushdim xolos. Boshqa hech narsa qilganim yo'q. Endi o'ldirgan insonlarga kelsam, endi u menga o'zimga sir bo'lib qoladi. Men uni qabrimga olib ketaman aka. Taklif tushib aytdiki, sizlarda dedi, ikkita suvarka apparaturi bor, Kostroma shahriga tushib kelasizlar bizga. Ne? Bordi. 30,000 rubl uchun biz ikkovimiz o'rtog'imiz bilan birga ikkovimiz ketdik. Borgan joyimizda bizga pastava qilishdi. Biz pastava qilib olib borib bizga aytdiki, shu suvarka apparatini olib kelasan degan joyda bizni pastava qilganki, bizni borsa 7 ta garajdanskiy formada 8 ta anaqada avtomatlar bilan kutishib oldi bizni. Xullas pastava bo'ldi. Harbiylarmi? Harbiylar, hammalari, ruskiy, harbiy, Omondan, esimdan, FSBdan chiqqanlar hammasi. Olib borishdi bizni, olib borib qaysi shaharda bo'lyapti? Kostroma shahrida bo'lyapti, Moskva shahrida. Moskvada Kostroma oblastida bo'lyapti. Olib borib bizni tiqishvardi. 1 yilcha o'tirdim, veshnik bo'lib, turmada o'tirdim. Qiynab tashladi. Beradigan ovqatini endi Allohga shukr, meni uyam rizqu. Xudo saqlasin deb turib itga bersa it yemaydi. It yemaydi uni. It ketaveradi. O'sha ovqatlarni beradi. Oradan yillar o'tdi, 1 yil bo'ldi, bir kun biz endi namoz o'qiymiz, u paytlar endi. Tasbihasi nondan ilaqsi, o'shani ham ochib ketayotib, urushib ketdi. Olib keldim, men bir urvardim. To'g'risini aytaman, bir urvardim, urdim, uxlab qoldi hali joyda. Keyin bir qarasam, Moskvaga yana kirib kelishdi. Meni olib borib Karsga irg'ishdi. Irg'ishdi, to'pig'im baravari suvga tashlashvardi. 15 kun o'sha yerda yotdim men. 15 kun. Chidab bo'lmaydi hali holatga aka. Ishonmaysiz. Chidab bo'lmaydigan holat. Hali joyda endi o'zim bilaman, Xudo biladi hali joydan o'tganini o'zimdan. Shunaqangi bo'lyaptiki, mashatda yesam, mayakka oxlat qilishim kerak. Hattoki shu darajada kalamashlar oldimda yuradi. Juda ham ko'p qiynalvardi. Hali o'zimni isbotlayman desam, men uchun hech narsa anaqa bo'lmadi-da. Hech kim menda yerda imkoniyat yo'q yerda men uchun. Men posolstvoga yozdim hattoki. Posolstvoga yozib ham, posolstvodan iltimos, yordam qilinglar. Biz shunaqa qilyapsiz desa, posolstvodan bizga xat javob keldi. Обратно. Kelganda ham aytayaptiki, ha, bizda unaqa dogovor yo'q-ku, mayli. Agar senga 12 yil berkam, 8 yil yaxshi o'tirsang, seni 8 yil ozod qilib yuboradi, deyapti. Bizga. O'zbekiston elchixonasi aytayapti. O'zbekiston elchixonasi shuryapti, gapiryapti bizga. Qiynalib ketdim, juda ham og'ir holat. Onam mayatda pensiyadan sigaretimga pul chiqaradi batdan. Qiynalgan holatim. Ayolim yo'q, bolam qiynalgan. Juda ham og'ir holda qolganman. Nima qilishdim? O'zim yo'lim tanladim. Oxir. Men aytdim, yo hayot, yo mamot. Yo boraman, yo bismillah tavakkal taolo Allohdan chiqib ketdim men urushga. Chiqdim, bordim. Urushdi. Boshqa xilli Sizni kimdir majbur qildimi shunga? Ha, bizni majbur qilishdi. Yo shuni tanlaysan, yo 12 yil o'tirasan, yo urushga bizga yordam qilasan dedi. Konkret shunaqa taklif bo'lyapti. Taklif bo'lyapti. Kimlar shu taklifni bildiryaptilar? Bildirayotganlari shu Rossiya Federatsiyasining ichki ishlar omonlari, ya'ni jinoyat qidiruv bo'lim boshliqlari hammasi shunaqa taklif qilyapti. Bormasiz iloji yo'q. Bormasiz. Hukm qilib bo'lganmi? Bizga 12 yil beryapti. O'zlari pastava qilishdi, o'zlari biz olib ketishdi. 12 yil beryapti bizga. Nima ayblov qo'ygan sizlarga? Bizga 228 4-chas bilan narkotika. Narkotika bilan bizga tashish. O'zlari bizga masalan mana shu buni kamerada ko'rib turganlar insonlar kimlardir bilar, mana bilmas.
Biz hayotda bunaqa inson emasmiz, biz narkotikaga hayotda aralashgan bola emasmiz shu dunyoga shu. Shundan keyin ham Rossiyaga borguningizgacha O'zbekistonda nima ish qilgansiz? o'zi chexol politikaman o'zim. Mashinaga. Ustaman. Nima sababdan ketgansiz? Shu endi tirikchilik shu, mana shu uylarni o'ynaydi ketdim. Sharoitda o'nglash uchun, ha? Ha, shunga ketdim. Mana shu siz uyingizmi hozir? Mana shu meni uyim. Mana shu meni uyim. Hatto necha yil bir yaxshi daromad qilib ishladingiz? Qayerda ishladingiz? Nima ishlar qildingiz? Un zavodida ishladim aka. Un zavodida ishladim. Un zavodida Xudoga shukr yaxshi, oyimiz 80 mingdan rubldan kelardi. Xudoga shukr, hammasi yaxshi bo'lyapti. Keyin bizni olib ketib qolishdi. Yog'iga. Shu urush bo'lib ketdi aka. Qanchadan qancha borishga majbur qildi. majbur qildi. Bizni karsellarga tashlashdi. Karserga tashladi. Qiynadi bizni. Shunaqangi qiynadiki, inson zot unaqa manchi degan azobga ancha-muncha chidamaydi aka. Masalan, qanaqa qilib qiynoqlar bo'ldi sizga? Tok uradi. Suvga tashlaydi. Suvda 3 kun turasiz. Oyoqlarimiz mashi to sonimizgacha momataloq bo'lib ko'pib ketgan joylari bor. Urgan ham? Ha, urgandan yomon urgan. Opelda men bitta urib qo'yib, pushamay qoldim. Unaqa insonlar ko'p aka. Shunaqa o'zbeklar ko'pmi? Juda ham ko'p. Nechta bolalar jonim qo'limizda jon berdi. Biz olib ketdik u bolalarni. Ko'pini sug'urib olib chiqib ketdim. Baribir eplanmadim aka. Juda ko'pchilik o'lib ketdi. Qayerdan olib chiqib ketdingiz siz? Urush mahalla joyida, urushda. Sizni urushga ketasan degandan keyin siz nima kelishuv bilan ketdingiz ular bilan? Biz kelishuvdan ketmadik. Bizni majbur qilib ketishdi. Yo'q, tushundim. Masalan, qanchadir muddat urushga 1 yil 2 oy 1 yil 2 oy urushga borib kelsang, ozodsan dedimi, nima dedi? ozodsan dedi. Qamoqdan chiqib ketasan. Chiqasan 12 yilda sanga Kechamiz degan. kechamiz deydi. Bo'lmasa 12 yil o'tirish kerak. 12 yil masam men o'sha yerda o'tirishim kerak edi. 11 yil hozir foydamga qoldi, Xudoga shukr. Onam, otam, bolalarim, bolamni duosi bilan shu yerda o'tiribman hozir aka. Qachon bordingiz urushga, qayerga bordingiz? 2024-yil Lugansk Krasnoyar shahrida urushdim men. Radovoy, Fazanoy Bo'ri, 125-armiya, 169-batalyon, 1-administrativ otryad bizdi. Chorniy Mamba deganlari bizmiz. Mana u vangirlardan ham o'tib ketgani bizimiz. Bizni qotil qilib yaratishdi. Kimlar endi u tarkibda? Tarkibda barnaurlar. Juda ko'pchilik aka. Millat. Millatlar asosiy o'zbek, tojik, bo'lsa qirg'iz bor. Bo'ldi shu. Belorussiya bo'ldi. Boshqa hech kim yo'q. Ruslar yo'q. Yo'q, ruslarni ko'z ko'rmadik biz. Biz darcha chechenlar ham hattoki biz orqamizdan ham necha yuz metr yog'ida kelishardi. Biz birinchi kirib boradigan biz edik. Qo'lim yo'q deydi. Shu bahona endi jon omonat ilojini qilib keldim. Shu O'zbekistonga yetib keldim. Shunaqa bo'ldi. Hozir holat qanaqa? Hozir holat bo'yicha endi O'zbekiston men tergov ishlarim bityapti, suddaman. Hozir bugun ham sudga chiqib keldim. Mana sudlar bo'lyapti. Nima ayblov qo'yilyapti? 54-modda bilan. O'sha yollanish bo'yicha. Yollanish bo'yicha. Qo'yam, advokat olasan, advokatdan voz kechdim men. Nima uchun? Menga advokat nima keragi bor? Chunki men bu yerda ayb turmasman. Men nima qildim? Men qilganim, men o'zim ozodligim uchun urushdim, xolos. Boshqa hech narsa qilganim yo'q. Endi o'ldirgan insonlarimga kelsam, endi u menga o'zimga sir bo'lib qoladi. Men uni qabrimga olib ketaman aka. Yo'q, siz u uchun hozir gapirishingiz shart emas. Yollanish masalasi ixtiyoriymi yoki majburiymi degan Majburiy. Majburiy. Bu manzarani misol siz boshingizdan o'tkazgansiz, aytsangiz ko'pchilik ishonmasligi mumkin.
Hech kim ishonmaydi. Men ko'rgan narsalardan ustidan birini ham ko'rmagan aka. Men shu yerda ko'rib turgan insonlarga aytishim mumkin. Agar men ko'rgan narsalardan ustidan birini ko'rsa, biz urushda shunday ko'rdikki aka, bizdan zo'r bolalar ishtonni ho'llab qo'ydi kerak biz. Avtomatda oldiga o'tdi. Bizni tashlab qo'shdi. Biz urishdik lekin shu yerda. Maqsad tirik qolish bo'ldi, xolos. Meni maqsadim tirik qolish, onam oldiga kelish bo'ldi. Otam oldiga kelish bo'ldi. Bolamni ko'rish maqsad bo'ldi. Ko'pchilik qo'rqdi, yetdi. Haqiqatan urushda uyi ko'rsin aka. Yurtimiz tinch bo'lsin aka, bolam bor. O'zbek bolalarni masalan ko'p deyapsiz-ku yerda. U hatto qatnashib turganlar, demak o'zbeklar ko'p bo'lsa, o'lganlari ham ko'pmi? Juda ko'p aka. Juda ko'p. O'lganlar ro'yxati hattoki mendagacha bor. Juda ko'p o'lganlar ro'yxati. Ko'pchilik o'lib ketdi. Hech qaysini so'ylarini men o'rtog'im hozir xohlasangiz telefon qilaman, aloqaga chiqaman. O'rtog'im tashyapti, so'ylarni tashyapti. Yerda o'lish hech narsa emas ekan aka. Inson zoti bitta o'q bilan kifoyalanar ekan. Yerda bizni bolalardan ko'pchilik o'lib ketdi. Shu Rossiya uchun urushdi. O'zbeklar. Pastava bo'ldi, ha, o'zbek toji. Asosiy o'zbek toji ekovi. Mayli, lekin omadlarini bersin. Masalan, ammo shuna qilib mana hozir men aytishim mumkin. O'zbekistonda zo'r bolalar o'sha yerda urushyapti hozir. Ko'p bola o'lib ketdi. Bitta o'g'illi bola Lutilar bor edi, Pazovnoy. Ular o'ldi, aka. O'ldi. Qo'limda jon berdi. Shunda ushlab tursam, machatni siqqancha aka izi qolib ketdi qo'lim. Ularning fikri qanaqa? O'zbekistonlik bolalar, o'sha urushga majbur bo'lgan bolalarning fikri qanaqa? Hammasining maqsadi bitta, aka, uyga qaytish. Onam, otamni ko'rsam deydi. Uylanmaganlar ishonmaysiz, hali u bolalar chimildiq ko'rmagan, hali u bolalar xotin ko'rmagan. Yosh bolalar, 24, 23, 22 yoshar bolalar. Men 32 edim. Lekin Alloh omadimni berdi, bitta bilet chiqib qoldi, Xudo berdi, qaytib keldim. Ko'pchiliklar o'lib ketdi aka meni qo'limda. Men ham urushda ham ularni olib chiqardim. Birodasini tirik qolmadi.